Salom. Siz bilan System Guru Markets. Kompaniyaning umumiy ma'lumotlaridan boshlaylik. Quyida har bir parametrni batafsil ko'rib chiqaylik. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatish mumkin. Tashkilotning har bir ko'rsatkichini batafsilroq o'rganishingiz mumkin. Biz kompaniyaning asosiy fundamental ko'rsatkichlarini solishtiramiz. Uber Technologies Int. Ticker UBR. Ushbu sharh 2025 yil 30 iyun holatidagi joriy ma'lumotlarga asoslangan. Tasnifi bo'yicha Guru Markets korporatsiya Uber Technologies Int. pastki toifaga kiradi. Taqqoslashda 11 ta tashkilot ishtirok etadi. O'rganilayotgan kompaniya uchun natija 10 balldan 1 ball. Pastki kategoriya uchun o'rtacha ball 1 ball. Agar siz buni juda keng ko'rib chiqsangiz, butun AQSh fond bozorida. Umuman fond bozori bo'yicha o'rtacha ball 1.8 ga teng ekanligini ko'rish mumkin. 3.1 ochkoga qarshi Uber Technologies Int. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish Uber Technologies Int. va kichik toifadagi aksiyalar. So'nggi 12 oy ichida kompaniyaning aksiyalarini ko'ramiz. Uber Technologies Int 28.2% ga o'zgarishni ko'rsatdi. 31% kichik toifadagi narx dinamikasiga qarshi. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Uber Technologies Int 191.43 milliard dollarni tashkil etadi. Kichik toifadagi kapitallashuv esa 228 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniyaning balans qiymati 21.97 milliard dollarga baholanmoqda. Va kichik toifaning kapitallashuvi 29 milliard dollarni tashkil qiladi. Bozor va balans kapitallashuvi ulushlarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'ramiz. Baham ko'ring. Uber Technologies Int. Kichik turkumda fond bozori bahosi bo'yicha 84.121% ni tashkil etadi. Balans qiymati 76.396% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans qiymatini baholash yomon -1 ball. Tahlil qilinayotgan tashkilotning 11.204 milliard dollar qarzi bor. Balans qiymatiga bo'lgan moliyaviy majburiyatlar kompaniyaning o'z kapitalining 51% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qarz darajasi reytingi otish mumkin ball. Kompaniyaning fond bozori qiymatining foydaga nisbati 15.6 ni tashkil qiladi. 34.5 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan. Kichik toifadagi tashkilotlar bilan solishtirganda kompaniyaning bozor narxi va foyda nisbatini baholash juda yaxshi 2 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda 12.287 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun kelajakdagi foyda vaqtinchalik 7.387 million dollarga baholanmoqda. Kichik toifaga nisbatan kutilayotgan kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini baholash otish mumkin -5 ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 4.2 ni tashkil qiladi. 3 kichik toifadagi o'rtacha. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda ayirboshlash qiymatining daromad nisbatini baholash tolet -5 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 45.390 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun bashorat qilingan daromad 27.29 milliard dollarni tashkil qiladi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda kelajakdagi prognozli sotish hajmlari ko'rsatkichlarini baholash tolet -5 ball. Savdo marjasi 27.1% ni tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha 8.7% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda marginallikni baholash yaxshi 5 ball. Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha ulushi 31.733% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 165% ga kam.
Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori $6,154,000 tashkil etadi. Pastki kategoriya uchun esa $2,322,000 tashkil etadi. Bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdorini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash otish mumkin. Ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan foydasi $395,000 tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha $67,000 tashkil etadi. Kompaniyaning har bir xodimiga to'g'ri keladigan foydani kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash yaxshi. 5 ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan daromadi $459,000 tashkil etadi. Kichik turkumda $771,000 bor. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan daromadni kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash yaxshi. 5 ball. Qisqa muddatli bitimlar hajmi 1,9% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 3,6% ni tashkil etadi. Texnik ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 62% darajasini ko'rsatadi. Uber Technologies Inc. Pastki kategoriya uchun bu daraja 62% ni tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi $91.52 atrofida. Kompaniya aksiyalarining konsensus bahosi taxminan $97.52 ni tashkil qiladi. Keling, siz uchun mavjud bo'lgan buyurtma jadvalini ko'rib chiqaylik. Unga havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali baholashning axborot-ma'lumotnoma tizimi tomonidan joriy mavsumda qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq. Bog'langan izohdagi havola. Qimmatli qog'ozlarni tahlil qilish natijasida Uber Technologies Inc. Axborot-ma'lumot tizimi Guru Markets qaror qabul qilindi. Bitimni ochmang, chunki bu video sharhdir. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va ma'lumot tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Guru Markets.